Bir kambag'al odam boyning uyida xizmatkorlik qilardi. Kunlarning birida boy xizmatkorni haydab yubordi. Bechora kambag'al boshqa daromadi bo'lmagani uchun bolalari 3 kun ovqatsiz, nonsiz qoldi. U odam bir necha kun ish qidirib, ish topa olmadi. Och qolgan bolalarning xarxashasi onaning yuragini ezib yubordi va bolalar ochlikdan yuzlari sarg'ayib ketdi. Biz ko'rmayli chidaymiz, lekin ular bunga chiday olmaydi. Bu ishning oxiri nima bo'ladi? O'ylab ko'rdingizmi, dedi ayoli. Esa necha kundan beri bormagan joyim qolmadi. Eng kam oylik bo'lsa ham ish qidirdim, lekin ish yo'q. Bolalarning ahvoli meni ham yuragimni ezib yubordi. Lekin ko'rib turibsan, qo'limdan hech narsa kelmayapti, dedi boshini egib. Unday bo'lsa meni kelinlik kunlarimdagi ro'molimni olib borib soting. Necha pul bo'lsa ham biror narsa olib keling. Bolalarimizning qornini to'ydiraylik. Qolganiga Alloh karimdir. Rizq berguvchi udir. Bizga albatta biror xayrli eshik ochiladi, dedi ayoli. Uyatdan qizarib tushib qolgan qiyin vaziyatni o'ylab, ayoli sandiqdan olib bergan hali yap-yangi turgan ro'molni olib bozorga bordi. Ro'molni o'sha paytda 2 dirhamdan ortig'iga olmasdilar. Olgan puliga biror yegulik olish uchun ketayotgandi. Yo'lda tilanchiga duch keldi. Tilanchi o'tgan ketganga shunday derdi: Alloh rozisi va payg'ambarning ishqi uchun bo'sh o'tmang. Allohni xursand qilish uchun menga yordam berishni xohlovchi bormi? Dunyoda hech narsasi yo'q, haqiqiy muhtojman. Ro'mol sotgan tilanchining oldiga keldi. Ro'molning pulini necha kundirki hech narsa yemagan bolalar uchun biror narsa olmoqchi bo'lgan pulini tilanchiga berdi. Endi bo'sh qo'l bilan uyga borish ham noqulay edi. Ro'molning pulini so'ragan ayoliga nima deb javob beradi? Ro'molingga 2 dirham berishdi, uni ham tilanchiga berib yubordim. Uning yalinib yolvorishiga chiday olmadim deb qanday aytadi? Shu o'ylar bilan masjidga kirib, shom namozini o'qib, bo'sh qo'l bilan uyga qaytdi. Ayoli va bolalar uni biror yegulik olib kelarmikan deb kutib o'tirishgandi. Kech qolgani uchun biror yaxshiroq yegulik olib kelsa kerak deb o'ylagandilar. Ota umidsizlik bilan eshikdan qaradi. Ayoli bu holatga hayron edi. Bolalari esa bir kecha ham och qolishlarini o'ylab majolsiz ovozda yig'lay boshlashdi. Ayol ham hayron, ham norozi ohangda ro'molni nima qilganini so'radi. Ayoliga hammasini birma-bir aytib berdi. Bu gaplarni eshitgan ayol ro'molning pulini Alloh yo'lida bergan ekansiz, u ulug' va boydir. Saxiyligingiz evaziga bizga xohlagan vaqti uning evazini berishga qodirdir. Siz to'g'ri ish qildingiz. Qani ko'ramiz, qaysi rizq eshigi ochilar ekan, dedi xotirjamlik bilan. Ertalab ayol eriga otasining uyidan olib kelgan devor soatni berdi va buni soting va evaziga qancha yegulik bo'lsa olib keling deb soatni berdi. U bozorga borib soatni sotishga harakat qildi, lekin hech oluvchi topilmadi. Charchab, horg'in kelayotganda bir baliq sotayotgan odamni ko'rdi. Baliqchi baland ovozda "Baliq bor, baliq" deb baqirardi. Qo'lida 2 donagina baliq qolgandi. U baliqchining yoniga borib, "Bu soat menga, bu baliqlar esa senga naf keltirmaydi. Shuning uchun shu 2 balig'ingni menga ber. Men senga shu soatni beray", dedi soatni uzatib. Mijoz yig'ish uchun ertadan beri baqirayotgan baliqchi bu odamning taklifini qabul qildi. Baliqlarni berib soatni olib ketdi. Necha kundan beri uyiga birinchi marta yegulik olib kelayotgandan xursand bo'lgan ota baliqlarni qo'liga olib uyiga yugurdi. Otalarning yegulik olib kelganini ko'rgan bolalar juda xursand bo'lib ketishdi. Ayol baliqni tozalash uchun oshxonaga kirdi. Biroz o'tib hayratlanib erini chaqirdi. Baliqlardan birining qornida kattakon olmos chiqqandi.
Kambag'al olmosni olib zargarning oldiga bordi. Zargar olmosni bebaho ekanligini, 14,000 dirham berishini aytdi. Kambag'al qiyinchiliklar ortda qolganini sezdi. Alloh unga ne'mat eshiklarini ochganini tushundi. Olmosni 14,000 dirhamga sotib, pulini olib uyga qaytdi. Bo'lib o'tgan voqeani ayoliga aytib berdi. Hammalari g'amlarini aritgan, Allohga shukronalar aytishdi. Shu payt ko'chada yana tilamchining ovozi eshitildi. Ey uy egalari, Alloh sizga bergandan menga ham bering, deb baqirardi tilamchi. Kambag'al eshikni ochib, shu paytda Alloh bizga hech kutmagan joyimizdan 14,000 dirham hadya qildi. Modomiki sen Alloh rozisi uchun Alloh bergandan so'rayotgan ekansan, men ham shu pulning yarmini senga beray. Qolgan yarmi bizniki bo'lsin, dedi-da, birgina so'zi uchun 7,000 dirhamga ega bo'lganidan xursand bo'lib ketgan tilamchiga pulning yarmini olib chiqish uchun uyga kirib ketdi. Pulni olib chiqib qarasa, tilamchi yo'q. Uni axtarib topa olmadi. O'sha kuni boyib ketgan kambag'al g'am tashvishlardan xoli holda uyquga ketdi va tushida boyagi tilamchini ko'rdi va undan nega ketib qolding deb so'radi. Tilamchi esa men tilamchi emasman. Men Allohning farishtalaridan biri edim. Xayrli ishlarni qay darajada yaxshi ko'rishing va Allohga bog'liqlik darajangni bilish uchun inson shaklida sening uyingga keldim. Meni Alloh seni oxirgi marta sinab darajangni yuksaltirish uchun xonadoningga yubordi. Oldingi kuni ayolingning ro'molini sotib 2 dirham olganingda o'sha 2 dirhamni olgan ham men edim. O'sha 2 dirhamni xotirjamlik bilan Alloh rozisi uchun menga berganing uchun Alloh senga olmosni berdi. Bugungi saxiyliging uchun esa narigi dunyoda tengsiz ne'matlar bilan to'la bo'lgan jannatga erishasan. Sening eng qiyin vaziyatlarda ham Alloh rozisini barcha narsadan ustun qo'yuvchilarga xushxabar bo'lsin, dedi farishta. Qiyinchilik kunlarda hech qachon ruhingiz tushmasin. Qanchalik tor va qorong'u bo'lmasin, har tundan so'ng sahar bor. Allohning rahmati siz o'ylagan joydan yetib kelishi mumkin. Rivoyat yoqqan bo'lsa, layk bosib, izohga inshaalloh deb yozib qo'ying. Obuna bo'lishni unutmang.